10.000 dollar oling, yiliga 790 dollar qo'shib bering. 2 yilga 1580 dollar, 3 yilga 2370 dollar, 4 yilga 3160 dollar, 5 yilga 3950 dollar o'rtoqlar. 30 ming olsangiz 2370 dollar yiliga qo'shib berasiz. 2 yilga 4740 dollar, 3 yilga 7110 dollar, 4 yilga 9480 dollar, 5 yilga 11850 dollar, 100 ming dollar olsangiz yiliga 7900 dollar qo'shib berasiz. 2 yilga 15800 dollar qo'shib berasiz. 3 yilga 23700 dollar, 4 yilga 31600 dollar, 5 yilga 39500 dollar qo'shib berishadi. To'g'rimi Shomansi? Xo'p, bu pullarni olish uchun garovga nima qo'yiladi? Ishligiga necha kunda hal qilib berasiz? Toshkent shahar, Toshkent viloyatining ayrim joylaridan turar joy qo'yib berishadi. Ishligini bir haftada bitirib beradi. Bir haftada naqd ko'rinishda hal qilib berasiz. 709% qoldiq summaga bo'lyapti. Bu oyiga emas, bu yiliga qoldiq summa, to'g'rimi? 10.000 dollar olsa 790 dollar, 100 mingga 7900 dollar qo'shib qaytaradi, to'g'rimi? O'rtoqlar, gazini bosinglar. Bu yangilik 5 yil muddatgacha beriladi. Shomansirga aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar.